tanimayman, ko'rishingizni. Menga yolg'on kelsa, qo'limdan keladi. Salomatligini tiklash uchun. Salomat bo'lsa, farzandlariga qaraydi. Ular bog'cha maktabga o'tishishdi. Endi hech kim haliga dushmanni uyi buzilmasin deydi. Shuning ham uyi buzilmasin. Hech kim uyi buzilmasin. Men dushmanimga ravo ko'rmayman buzilishini. Ovozini ikki pallasi ikki tomonga qo'yishimiz kerak. Bir tomonga yurmayman, ikki tomonga. Hozir gap pulda davolashni ham emas. Qiynaldi. Buni qiynaldi. Chunki oilasida sharoiti og'ir. Bundan dunyoga, dinga xizmat qilayotgan farzandlar. Kelishdikmi? Nevaralarim uchun. Rahmat. Birinchi turmush. Birinchi nikohingiz Birinchi. nima muammo? Men o'sha paytda ichkiligini olmasamchi, turmush qurish. Birga yashamadinglar. Hozir qancha bo'ldi? 1,5. Necha marta borsiz, yurib onasi ketay dedi. Endi borgan paytda ketdim. Hamma yo'lda yo'li bor. Hech qanaqa masala bo'lmaydi. O'ylamayman narsa. Gapi, gapiradi odam. Qachon ketamiz biz? Ko'rsatishdi, bir haydagani yo'q. Uyga ham sig'may qolasan. Uyga olib kelaring bormi? Sal qattiqroq. O'sha kuni yashayman deb chiqib, uy ham qidirishyapti. Keyin gaplashamiz. Biror narsa o'zgarmadi. Yetalab bo'ladi.